O'rtoqlar, mana hozirgina suddan chiqdim. Ma'muriy kodeksni 184-bandi bilan sudlandim, jarimaga tortildim. Telefonim musodara bo'ldi. Sababini tushuntirib beraman. O'zimni farzandimni Qur'on o'qiyotganini Instagram sahifaga joylaganim bo'ldi. Bizda Qur'on o'qish, diniy masalalar tarqatish ham jinoyat ekan. Sizniki torma deb chiqsa bu demokratiya bo'lar ekan, pivnoy festivallar bo'lar ekan, Qur'on o'qishsiz jinoyat bo'lar ekan. Bilmaganlar bilib olinglar, ehtiyot bo'lasizlar. Yana bitta savol meni qiziqtiradi. Bu savolni sizlarga ham bermoqchiman. Mana shu kodeks, aynan mana shu modda faqat musulmonlar uchun, Qur'on o'qiganlar uchun o'tadimi? Yo masalan deylik, rus millatiga mansub odam Injilni o'qisa ham bo'ladimi? Yoki yevreylar deylik, o'zini Tavrot yoki Tora deymizmi, shu kitobni o'qiganligini ta'sir qiladimi? Shaxsan men musulmondan boshqa odamni bu modda bilan sudlanganini ko'rmadim. Ko'rganlar bo'lsa kommentga yozib ketinglar. Bu holat jamoatchilik orasida katta muhokamalarga sabab bo'ldi. Chunki gap qandaydir noqonuniy harakat yoki jamiyat xavfsizligiga tahdid haqida emas, balki Qur'on tilovati haqida ketmoqda. O'zbekiston konstitutsiyasida vijdon erkinligi kafolatlangan. Mamlakat aholisining aksariyati musulmon bo'lgani holda nega aynan musulmonlar o'z diniy e'tiqodini namoyon qilish masalasida doimiy cheklovlar va jazolar bilan yuzma-yuz kelmoqda? Hukumat va mutasaddi idoralarga ochiq savol bor. Nega musulmon fuqaro Qur'on o'qigan videoni tarqatsa, bu huquqiy muammoga aylanadi? Nega diniy mazmundagi kontent uchun jarima va musodara choralari qo'llaniladi? Agar ushbu qonun haqiqatdan ham barcha uchun teng amal qilsa, boshqa din vakillariga nisbatan ham xuddi shunday choralar ko'rilgan holatlar bormi? Masalan, Injil o'qigan yoki boshqa diniy marosimlarni ijtimoiy tarmoqlarda yoritgan fuqarolar ham aynan shu modda bilan javobgarlikka tortilganmi? Jamoatchilik ana shu savollarga aniq javob kutmoqda. Bugungi kunda turli konsertlar, ko'ngilochar dasturlar, faxshga chorlovchi qo'shiqlar, spirtli ichimliklar reklama qilingan tadbirlar ochiq o'tkazilmoqda. Ularning aksariyati qonun bilan to'sib qo'yilmayapti. Ammo Qur'on tilovati bilan bog'liq kontent uchun jazo choralari qo'llanilayotgani ko'pchilikda ikki xil yondashuv haqidagi fikrlarni kuchaytirmoqda. O'zbekiston tarixi islom sivilizatsiyasi bilan chambarchas bog'liq. Bu zamindan Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Bahouddin Naqshband kabi buyuk allomalar yetishib chiqqan. Bugun esa oddiy musulmon o'z farzandining Qur'on o'qiyotganini namoyish qilgani uchun jazolanishi ko'plab fuqarolar uchun tushunish qiyin bo'lgan holat bo'lib qolmoqda. Hukumat jamiyatda paydo bo'layotgan bu savollarga javob berishi lozim. Chunki gap nafaqat bir insonning taqdiri, balki qonun oldida tenglik, vijdon erkinligi va fuqarolarning davlatga bo'lgan ishonchi haqida ketmoqda. Agar O'zbekistonda barcha din vakillari o'z e'tiqodiga erkin amal qilish huquqiga ega bo'lsa, musulmonlar ham xuddi shunday huquqdan to'liq foydalana olishi kerak. Agar cheklovlar mavjud bo'lsa, ular barchaga bir xil va adolatli qo'llanilishi shart.